Buxoroda ham ekologik holatni barqarorlashtirish hamda yashil quvvatlar ko'lamini oshirish borasida ham ijobiy natijalar bor. Xususan viloyatda aholi xonadonlari, tadbirkorlik subyektlari hamda ma'muriy binolarga quyosh panellarini o'rnatish ishlari qizg'in tus olgan. Oddiy misol, viloyatdagi jami 4200 dan ortiq xonadonda quyosh panellari o'rnatilib, uy egalari ehtiyojidan ortgan elektr energiyasini tizimga sotish orqali daromad olmoqda. Mamlakatimizda 2023-yil 1-apreldan quyoshli xonadon dasturi doirasida xonadoniga quyosh panellarini o'rnatgan jismoniy shaxslarga quyosh paneli orqali ishlab chiqarilgan va yagona elektr energetika tizimiga uzatilgan elektr energiyasining har bir kilovat soati uchun 1000 so'mdan subsidiya ajratilishi belgilangan edi. Buning natijasida joriy yilning 1-noyabr holatda Buxoro viloyatidagi quyosh panellari o'rnatgan jismoniy shaxslarga 15,3 milliard so'mdan ziyod subsidiya berildi. Ilhom Muhiddinov ham xonadoniga 50 kilovat soat quvvatga ega bo'lgan quyosh panellarini o'rnatish orqali o'z xonadonini uzluksiz elektr toki bilan ta'minlab, ortganini davlatga 1000 so'mdan sotyapti. Davlatimiz tomonidan berilgan yengillik kredit olib, uyimizga 50 kilovatlik quyosh paneli o'rnatdik. Buni natijasida shu sotayotgan elektr energiyasi kilovatidan o'zimiz iste'mol qilyapmiz. Yer mulk soliqlaridan ozod bo'lganmiz. Undan tashqari daromad tushib turibdi har oy. O'zini kreditini yopgandan tashqari yana 2 million qoladi oyiga. Aytib o'tish kerak, umumiy quvvati 100 kilovatgacha bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalaridan foydalangan holda umumiy tarmoqqa elektr energiyasini realizatsiya qilishdan olingan foyda uchun soliq stavkasi belgilanmaydi. Mazkur imtiyoz qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari ishga tushirilgan oydan boshlab 3 yil davomida qo'llaniladi. Xulosa qilib aytganda, ko'plab yurtdoshlarimiz uyda quyosh panellari orqali nafaqat o'z ehtiyojini qoplamoqda, balki ortiqcha ishlab chiqargan elektr energiya orqali daromad olmoqda. Eng muhimi, muqobil energiyadan foydalanish orqali ekologik vaziyat barqarorligiga munosib ulush qo'shmoqda.